Lichna man uchun nomer 1 hisoblanadigan 5 yildan beri lichni o'zimni sinovimdan ham o'tgan, o'zim bundan boshqa hech qaysi bazani ishlatmaydigan bo'lgan bazam. Aynan men yuragimdan chuqur joy egallagan bazani sizlarga obzorini ko'rsatmoqchiman. Aynan ushbu bazani mana shu varianti men o'zim ishlatayotganim. Buni ishonmasanglar agar mana ochib ham sizlarga teksturasini ko'rsatib beraman. Mana surib demoqchiman, yaqinlashtirib. Mana bitta qo'limda qila olmayapman. Mana ko'rishingiz uchun sizlarga mana shu teksturasini spesialni oldim. Bunaqa bu даже mana shu количество ham bitta yuz uchun juda ham ko'p. Ko'rishingiz mumkin, bu yog'li ham emas, gelivi ham emas. Surganingizda momentalni poralaringlarni yopib bloklab beradi. Shuni hisobiga tonalkangiz tekis yotadi. Kun davomida xuddi endi qilingandek bo'lib turadi makiyajingiz. Mana ko'radigan bo'lsanglar, ko'rasizlarmi? Mana